Yaxshimisan, o'zing keldingmi? Qimirlamay yot. Shifokorlar kelib ketdi. Singlim, kasalxonaga yotib davolanishing kerak ekan. Yo'q. Hozir kasalxonaga borsam, ish kattalashib, kuyovingizni qamab qo'yishlari mumkin. Har holda erim. Senga shuncha ozor bersa ham shu ablahni yonini olasan-a? Oldin bunaqa emasdilar. Farzandsizligimiz. Keyin odamlarning gap so'zi ularni shunaqa qilib qo'ydi. Tilla bilan bog'liq ishni hal qilsangiz, men uchun shu ishni hal qiling. Va'da beraman, bu oxirgisi. Hali bu dorilar bilan katta ish qilaman. Eng boy o'zim bo'laman. Murod akaga ham, Alisher akaga ham hali ko'rsatib qo'yaman. Xo'jayin, aytganingizdek tabletkalarni Akmalga olib borib topshirdim. Kechirasiz-ku. Aql o'rgatyapti demang, lekin Akmalga ishonib to'g'ri ish qildikmikin? Bilasanmi, menga mayda insonlarning hech qizig'i yo'q. Men kattaroq o'ljaga qarab nishon qo'yapman. Demak siz Alisherni nishonga olgansiz. Shundaymi? Alisherni qo'lga tushirsak, nima pulla o'zi bilan cho'mchaklarimizga oqib keladi. Bo'pti, hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga shu ishxonani xo'jayini kerak edi. Nima xizmat? Menman bu yerda xo'jayin. Haligi ichki ishlar xodimlari jo'natishganda chaqirtirgan ekansiz. Siz adashmasam Munisa Karimovasiz, to'g'rimi? Ha, Munisa Karimovami. Nega chaqirtirganingizni bilmadim-u, lekin agar meni ishim ijobiy hal bo'lmasa, arizamni qaytarib olmoqchi emasman. O'zi erimdan keyin yolg'iz qizim bilan qolgan ayolman aka. O'sha qizim boshqa bir otani qo'lida xorlanmasin, zorlanmasin deb ikkinchi oilamni ham qilmadim. O'sha olamdan qolgan qimmatbaho bilaguzuk meni oxirgi umidim edi. Aybdor bizni do'konimizni qora qilib bizni ayblagan. Shu sabab men sizga xolis yordam bermoqchiman. Mana bu pullarni oling. Xohlasangiz mana shu do'konda ishlashingiz mumkin. Umringizdan baraka toping. Minnatdorman. Haligi qachon ish boshlasam bo'ladi? Men tayyorman ishlashga.